siz aytib qo'ying. Akanikida ham 4 ta samodelniy kotel yotibgan podvalda. Chiqarib tashalganda aka. Og'rimasin dedi deb. Tashida. Xo'p, aka mana haqiqiysi zavodskoy manaqa bo'ladi. Mana bu narsa ham haligi knopka qulaylikdan emas. Mana ma'da ko'rsatib turilgan programmalari. Mana yonib turishi, hatto sirkulyatsiya nasos to'lasa bo'ladi. Vaqtli rejimlari, shneklarini vaqtlari mana qancha vaqt dam oladi, qancha ko'mir tashlaydi, necha kilo ko'mir tashlashigacha bor ekan. Ishlab turibdi. Nerjibekka mo'rillarda mana. Xudo xolasa. Mana yonishi. 1 gram ugar chiqmayapti mana. Ko'mir osmon yonib turgan holatda ugar yo'q mana. Tashqariga chiqayotgan hit bit yo'q. Eshiklarini yopilishlari ham vakuum. Tagidan tozalanadi, tepadan kitoblar tozalanadi. Mana shunga bir 3 qop, 4 qop solib to'ldirib qo'yib, 2 sutka, 3 sutkaga xudo xolasa yetaveradi. Mana shu holatda bo'ladi.